Assalomu alaykum, hurmatli bizda ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatuvchi muxlislarimiz. Ayni daqiqalarda biz jonboyliklarda intervyu olishda davom etamiz va navbatdagi mehmonimiz esa Instagram sahifalarida Maga nomi bilan tanilgan Mahmudjon. Marhamat, qani? Yoqqa keling. Mahmudjondan intervyu olmoqchimiz, ammo xayolparast ukamiz boshqa joyda yuribdi. Makka, men u tarafga borsam qorayib ketaman. Yoqqa keling, intervyuni davom ettiramiz. Ayni daqiqalarda yonimizda bugungi ijtimoiy tarmoqdagi albatta intervyumizga o'zimizni jonboylik blogerlardan Maga Instagram sahifasida Maga Mahmudjon Tursunqulov tashrif buyurgan va ukajon birozgina vaqtingizni olamiz. Keling. Nimalar xayol suryapsiz? Mahmudjon, sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mahmudjon, alo. Sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizni Instagram sahifangizda nima uchun ismingiz Mahmudjon, ammo nima uchun Maga deb profilingizda ismini belgilab qo'ygansiz? Yo, biz do'stim bilan Bo'ldi, tushunarli. Sizni do'stingiz kimligini ham albatta bilaman va Instagram faoliyatingizda ko'proq qishloq hayotidagi, qolaversa qishloq hayotidan vayinlar, kontentlar tayyorlaysiz. Bu narsaga qiziqishingiz qaydan paydo bo'lgan? Bizda oilada albatta tushunarli, chunki sizni bobojoningiz, onajoningiz, qolaversa dadajon, ayajoningiz juda ham san'atni yaxshi ko'radigan insonlar bo'lgani uchun sizga juda ham katta podдержка beradi, to'g'rimi? Albatta buni yuzingizdan, ko'zingizdan bilib oldim. Bugungi suhbatimiz Mahmudjon bilan juda ham chiroyli bo'ldi. Mahmudjon, suhbatimizdan xursandmisiz? Albatta xursandligingizni bilib o'tiribmiz. Demak, bugungi albatta loyihamizning mehmoni shu siz sevib kuzatadigan Instagramdagi Maga bo'ldi. Rahmat barchangizga, bizni kuzatib boring. Siz bilan juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Men gapirmadim-ku hali.